Voy do'stlar, qaranglar, bunday manzara faqat Rossiyada bormi desam, O'zbekistonda ham bor endi. Qaranglar, Qashqadaryoda birinchi qor bizada. Mana qaranglar, daraxtlarga qaranglar, sizlar daraxtlarga. Qaranglar, mana qaranglar, mana qaranglar, mana qaranglar. Mana bu yoqqa qaranglar, mana. Buni hayotda ko'rmagan, shunday chiroyli hozir telefonda uncha bilmayapti, to'g'risini aytaman. Shunday chiroyli endi bu telefondan tashqari Qashqadaryoga kelib ko'rsalar, shunday chiroyli. Qaranglar, bunday chiroyli, ayniqsa mana bu yoq. Bu yoqqa uncha emas, mana bu yoqqa qaranglar. Mana qaranglar. Shunday zo'r endi, ayniqsa daraxtlarda daraxtlarga qaranglar. Shunday tez yog'yapti. Qor shunday tez uryapti. Даже yog'ayotganiga bir 3 soatcha bo'ldi, shuncha bo'ldi. Даже 3 soatda u qor qancha bo'ladi deb o'ylaysizlar? Hozir bu bir 2 marta laylab qoram yog'di. Shuncha mehnatga endi bitta layk va obuna bo'lib qo'yinglar. Bunday manzaralar tushunish uchun. Hozir telefonda lekin to'g'risini aytsam uncha bilinmayapti. Bunday chiroyli daraxtlar. Daraxtlarga mana. Bunga qaranglar. Qaranglar. Shunday olasan, qo'lda erib ketadi. Bunday qor endi. Qorni faqat qor o'ynaydigan bolalar biladi. Nechta. Yana ko'ryapsizlar, qorga qaranglar. Endi buni ertaga maktabga boramizdan. Mana bilan kelib mazza qilib qor bola o'ynasak. Shunisi mazza bo'la. Просто ustoz urishmasa bu yana. Ana aytgancha qor yemaganimga ham o'zi bir yil ketgan ekan, to'g'risini aytaman. Mazza. Vaqtim. Lekin juda sovuq. Baribir qordan boshqacha bo'ladi. Unda meni obuna bo'lib qo'yinglar, yaxshi qolinglar bo'ldi. Qorni yaxshi ko'rganinglar obuna bo'ling. Kommentga bu nechinchi qorligini ham yozib ketinglar. Nechinchi qor yog'yapti? Bizda hali birinchi. Kommentga yozib ketasizlar nechinchi qor yog'ayotganligini. Mayli, xayr.